Bu hayotda odamlarning gapidan qo'rqib yashasangiz, hayotdagi maqsadingizni yo'qotib qo'yasiz. Maqsadingiz bo'lmasa, siz deyarli mavjud emassiz. Odamlarga gap uchun arzimagan sabab kerak. Kim nima desa desin, siz esa maqsadlaringiz sari dadil qadam tashlang. Sizni ham o'zgalar hayoti bilan ishingiz bo'lmasin. Biz yo'ldamiz, ortga qaytish yo'q. Qachondir yo'l oxiriga yetadi va biz bu dunyodan oxirat eshigiga yetamiz. Qo'ying tashvishlarni, zavqlanib yashang. Taqdiringizdan rozi bo'ling. Assalomu alaykum, qadrli insonlar. Barchasi kutganimizdek bo'lishini tilagan holda, iyun oyi uchun kutilayotgan eng aniq yulduzlar bashorati ma'lumotlari bilan tanishtirib o'tamiz. Qo'y burji vakillari iyun oyida qo'y burji vakillari muvaffaqiyat uchun kurash boshlashadi. Kurashchi sifati bu belgi vakillarining o'ziga xos xususiyatlaridan biri va uning yordamida qo'y burji vakillari o'z oldilarida chinakam muhim maqsadlarni qo'ya olsalar, ko'p narsalarga qodir ekanliklarini isbotlay olishadi. Biroq agar bu faqat yolg'on ambitsiyalar bo'lsa, ularga energiya sarflashdan tiyilish lozim. Aks holda o'zingizni mamnuniyat keltiradigan muhim vazifalarga bag'ishlash imkoniyatidan bebahra qilasiz. Sizga munosib bo'lgan muvaffaqiyatlar atrofingizdagi odamlarning hasadiga sabab bo'lishi mumkinligini yoddan chiqarmang. Bu oy borini va yo'g'ini qayta ro'yxatdan o'tkazish va hujjatlar bilan ishlash uchun qulay kechishi kutiladi. Agar siz ko'chmas mulk sotib olmoqchi bo'lsangiz, unda ushbu imkoniyatni qo'ldan boy bermasligingiz kerak. Oilada rashk tufayli ziddiyatlar bo'lishi xavfi mavjud. Shuning uchun qarama-qarshi jins vakillari e'tiboridan qochishga harakat qiling. Asab bilan bog'liq muammolar bo'lishi xavfi yuqori. Agar shunday holatga duch kelsangiz, darhol ta'tilga chiqing yoki kamida kuniga 1 soatdan dam olish taraddudini ko'ring. Shu bilan birga meditatsiya sizga yordam berishi mumkinligini yoddan chiqarmang. Qulay kunlar 4-9-18-23-27 kunlari. Bir oz noqulay kunlar 2-6-16-21-21-25-29 kunlari bo'lishi kutilmoqda. Buzoq burji vakillari iyun oyida buzoq burji vakillari o'z tillariga ehtiyot bo'lib, unga ortiqcha so'zlarni ifoda etmasligi va g'iybat qilmasligi uchun nazoratni kuchaytirishlari kerak. Sizning g'azabli kayfiyatingiz va keraksiz aytilishi mumkin bo'lgan so'zlaringiz uzoq vaqtlar davomida o'zingizga munosib bo'lgan narsalardan uzoqlashtirishi mumkin. Shuni unutmangki, bu hatto lavozimingiz bilan ham bog'liq bo'lishi mumkinligini yoddan chiqarmang. Uyda, ishda asabiylashish yaqinlaringiz va atrofdagilar bilan muloqotga salbiy ta'sir qiladi. Oilalilar turmush o'rtog'i nimani xohlashiga e'tibor berishlari juda muhim. Faqat o'zingizga g'amxo'rlik qilish fikridan yiroq bo'ling. Turmush o'rtog'ingizga uzoq vaqt davomida kutilgan munosib dam olishni tashkillashtiring va uy ishlaridan xalos bo'lishiga ko'maklashing. Agar ta'tilga chiqmoqchi bo'lsangiz, u holda istirohatdagi romantikalardan ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'ladi. Yolg'iz buzoq burji vakillari har qanday turdagi tahdidlardan ehtiyot bo'lishlari kerak. Iyun oyining boshida siz qishloq xo'jaligi ishlari bilan shug'ullanishingiz mumkin. Bu bog'dorchilik uchun eng qulay vaqtni taqdim etadi. Agar siz hamkasblaringiz bilan yaxshi munosabatlarda bo'la olsangiz va jamoada qanday ishlashni bilsangiz, moliyaviy holatingiz barqaror holda bo'ladi. Qulay kunlar 3-7-12-17-22 va 30-iyun kunlari. Bir oz noqulay kunlar 5-9-14-20-24 va 28-iyun kunlari bo'lishi kutilmoqda. Egizaklar burji vakillari iyun oyida egizaklar burji vakillariga har doimgidek har xil surprizlar ko'p bo'lishi kutilmoqda. Eng asosiysi dangasa bo'lmaslik va siz uchun tayyorlangan turli vaziyatlarga tezda moslashish bo'ladi. Ijodiy, sevimli mashg'ulotlar bilan shug'ullanadiganlar ularni tezda moddiy sohaga aylantirishlari mumkin. Kelajakda bu qo'shimcha daromad manbai yoki sevimli mashg'ulot sifatida ba'zi bir egizaklar burji vakillarining asosiy ishiga aylanadi. Shaxsiy hayotingizda hech qanday stressli vaziyat bo'lmaydi. Suyukli insoningiz har doim sizga dalda bo'lib, har qanday ishda yordam beradi. Uzoq vaqtdan beri to'y qilishni rejalashtirib yurgan egizaklar burji vakillari bu oyda har tomonlama muvaffaqiyatli ittifoqqa kirisha olishadi.
Ammo bu belgining yolg'iz vakillari kim bilan qolishni o'zlari tanlashlariga to'g'ri keladi. Shuni unutmangki, tanlov muddati uzoq bo'lmasligi kerak. Aks holda siz uzoq vaqt yolg'iz qolishingizga to'g'ri keladi. Yomon odatlarga ega bo'lganlar iyun oyida ulardan xalos bo'lishga qaratilgan amallarni bajarishlari lozim. Yulduzlar bu borada sizga albatta iroda beradi va muammoli odatlardan abadiy xalos bo'lishingizga yordam berishi kutiladi. Qulay kunlar 5-10, 15, 19, 23, 27 iyun kunlari. Bir oz noqulay kunlar 1, 8, 12, 17, 21, 25, 29 iyun kunlari bo'lishi kutilmoqda. Qisqichbaqa burji vakillari bu davrda qisqichbaqa burji vakillarini ko'plab qiziqarli uchrashuvlar, tanishuvlar va turli loyihalar kutib turibdi. Biroq mablag' haqida gap ketganda siz kamarni bir oz baquvvatroq bog'lashingiz kerak. Iyun oyida asosiy ish haqidan tashqari hech qanday daromad kutilmayapti. Pul haqida qayg'urish kerak, chunki keyin qarz olishga majbur bo'lishingiz mumkin. Oyning oxiriga kelib ishlar yaxshilanishi kutiladi va koinot sizni sabr toqatingiz uchun mukofotlaydi. Bundan tashqari siz hayotning moliyaviy tomonini ma'naviy zavqlar bilan almashtira olasiz. Ishda raqobatchilar bilan muammolar bo'lishi xavfi mavjud. Shuning uchun yulduzlar hamma narsada ulardan oldinda bo'lish uchun tinimsiz ishlashingizni maslahat berishmoqda. Olamlar egasi sizga barcha harakatlaringiz uchun kuch bag'ishlaydi. O'z tajribangizni oilangiz bilan bo'lishishni unutmang. Uyda siz dam olasiz. Shuningdek, ushbu vaziyatda eng yaxshi harakatlarni amalga oshirish bo'yicha yaxshi tavsiyalarni topasiz. Oila qurmagan qisqichbaqa burji vakillari iyun oyida ko'plab sevgi sarguzashtlarini boshdan kechirishlari kutiladi. Ammo foydalisini vaqtinchaligidan ajratishni o'rganishingiz lozim. Ertalab yugurish va basseynda suzish sizning tanangizga kerakli natijalarni bera oladi. Qulay kunlar 1, 6, 11, 16, 22, 26, 30 iyun kunlari. Bir oz noqulay kunlar 4, 9, 14, 18, 24 va 28 iyun kunlari bo'lishi kutilmoqda. Arslon burji vakillari bu davrda Arslon burji vakillari hamkasblar va do'stlar qurshovida o'tkaziladigan bir oyni kutishlari mumkin. Ushbu belgi vakillari boshqalar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Ish bilan bog'liq barcha masalalar hayratlanarli tarzda juda oson va tez hal qilinadi. Kafe yoki ziyofatga taklif etishganlari uchun hamkasblaringizga minnatdorchilik bildirishni unutmang. Bundan tashqari, moliyaviy sohada siz uchun hamma narsa shunchaki yaxshi bo'ladi. Siz bunday davralarni bir emas, balki bir nechtasini uyushtirishingiz ham mumkin. Karyera pog'onasida ko'tarilish uchun siz loyihalarga tashabbus ko'rsatishingiz kerak. Rahbarlar sizga yaxshi munosabatda bo'lishadi va barcha kerakli fikrlaringizni qabul qilishadi. Oilada bir nechta muammolar paydo bo'lishi mumkin. Buning uchun bir necha kunlik ta'tilni olish kerak bo'lishi ehtimoli mavjud. Balki ota-onangiz moliyaviy yordam va e'tiborga muhtoj bo'lishar. Yulduzlar yolg'iz Arslon burji vakillariga ma'lum bir kishini tanlash uchun qaror qabul qilishni maslahat berishmoqda. Siz kimga ko'proq mehr ulashsangiz, u o'z hayotini siz bilan bog'lashga munosib bo'ladi. Ko'chadagi yuvilmagan mevalar yoki suv tufayli Arslon burji vakillarida oshqozon bilan muammolar bo'lishi xavf solmoqda. Immunitetingiz haqida qayg'uring. Qulay kunlar 5, 10, 15, 19, 24, 28 iyun kunlari. Bir oz noqulay kunlar 3, 7, 13, 17, 21, 26 va 30 iyun kunlari bo'lishi kutilmoqda. Parizod burji vakillari bu davrda Parizod burji vakillari o'z qobiliyatlaridan shubhalanmasliklari kerak bo'ladi. O'zingizga nisbatan ishonchli va qat'iyatli bo'ling. Iyun oyida bu yaxshi natijalarga erishishingizning yagona usuli bo'ladi. Siz o'zingiz yoqtirgan narsalarga pul sarflashingiz mumkin. Masalan, sumkangizni yangilashingiz yoki uzoq vaqt davomida yoqqan hamyoningizni sotib olishingiz ham mumkin. Ushbu xarajatlarda ko'p narsa yo'qotmaysiz, balki ko'nglingizni ko'tarilgani qoladi. Iyun oyida ishbilarmonlar bankka kredit olish uchun murojaat qilmasliklari kerak. To'lovlar bilan bog'liq muammolar paydo bo'lishi xavfi yuqori. Bunday holatlarda do'stlaringiz va tanishlaringizdan yordam so'rash maqsadga muvofiq bo'ladi.
O'z farzandlaringiz bilan munosabatlarni buzmang. Jazo va baqirishlar kerakli natijalarni bermaydi. Jamoat joylarida, ayniqsa ko'chada firibgarlardan nariroq bo'lishga harakat qiling. Iyun oyida endokrin tizimingizda muammolar paydo bo'lishi xavf solmoqda. Agar sizda tashvish beruvchi alomatlar sezilsa, ularni e'tiborsiz qoldirmang. Darhol shifokorga murojaat eting. Qulay kunlar 2, 8, 11, 16, 22, 26 va 30 iyun kunlari. Bir oz noqulay kunlar 4, 10, 14, 18, 24 va 28 iyun kunlari bo'lishi kutilmoqda. Tarozi burji vakillari iyun oyida tarozi burji vakillari doimiy va tirishqoq bo'lishlari kerak. Shunda moliyaviy ahvolingiz ancha yaxshilanishi va'da qilinmoqda. Tarozi burji vakillari uchun aynan shu oy yilning qolgan qismi qanday bo'lishida muhim ahamiyat kasb etishini belgilab beradi. Ayniqsa savdo qiladiganlarga omad kulib boqish kutilmoqda. Shuningdek, juda foydali bitimlarni tuzish imkoniyati paydo bo'ladi. Asosiysi ikkilanmaslik va tavakkal qilishga arzigulik daqiqalarni aniq hisobga olish bo'ladi. Sevgi sohasida ham yaxshi, ham yoqimsiz holatlar bo'lishi ehtimoli mavjud. Agar sizning hozirgi munosabatlaringiz uzoq vaqtdan beri sizga og'irlik qilayotgan bo'lsa, unga chek qo'yish borasida yana bir bora o'ylab ko'rishingizga to'g'ri keladi. Balki hammasi yaxshi tomonga o'zgarib qolar. Nima uchun o'zingizni va sherigingizni qiynash kerakligi haqida u bilan suhbatlashib oling. Sizga qarama-qarshi jins vakillaridan e'tibor yetishmasligi tahdid solmaydi. Ammo baribir muhim uchrashuvlar bo'lishi kutilmoqda. Uzoq vaqt davomida o'tirishga majbur bo'lganlar uchun kuniga kamida bir marotaba gimnastik mashqlarini bajarish tavsiya etiladi. Aks holda mushaklar tizimida muammolar paydo bo'lishi mumkin. Qulay kunlar 4, 9, 15, 20, 24 va 28 iyun kunlari. Bir oz noqulay kunlar 2, 6, 13, 17, 22, 26 va 30 iyun kunlari bo'lishi kutilmoqda. Chayon burji vakillari bu davrda Chayon burji vakillari o'zlarining ijodlarini rivojlantirish bilan shug'ullanishlari kerak. Agar siz ilgari muammolarni hal qilishda standart usullardan foydalangan bo'lsangiz, ular tez orada natija berishni to'xtatadi. Shuning uchun siz yangi narsa haqida o'ylashingiz kerak bo'ladi. Menejmentingiz ijodiy va o'zingizga yordam berishingizni xohlaydi va bu burjning ba'zi vakillari qo'shimcha mashg'ulotlarga yoki muvofiqlik bo'yicha trendinglarga qatnashishga muhtoj bo'lishadi. Yulduzlar o'zingizni rivojlantirishga va ish uchun kerakli kuchga ega ekanligingizga ishonchingizni hosil qilishga chorlashmoqda. Agar munosabatlarda siz faqat o'zingizni o'ylasangiz, unda bu muqarrar ravishda janjalga va hatto ayriliqqa olib kelishi mumkinligini unutmang. Shuning uchun sizga ahamiyatli bo'lganlar uchun sezgir bo'lishga harakat qiling. Chiroyli so'zlardan gapiring, yoqimli sovg'alarni tuhfa qiling. Bu eng yaxshi yechim bo'ladi. Shuningdek, sevgan insoningiz yoki juftingiz bilan birgalikda hafta oxirida yoki ta'tilda tabiat qo'ynida safar uyushtiring. Bundan tashqari, iyun oyida Chayon burji vakillari pul bilan bog'liq muammolarga duch kelishmaydi. Sog'lik nuqtai nazaridan sovutish moslamalaridan ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'ladi. Aks holda yozning o'rtalariga kelib shamollashni davolashingizga to'g'ri keladi. Qulay kunlar 3, 7, 12, 16, 21, 25 va 29 iyun kunlari. Bir oz noqulay kunlar 5, 9, 14, 19, 23 va 27 iyun kunlari bo'lishi kutilmoqda. O'qotar burji vakillari bu oyda o'qotar burji vakillari kam pul sarflashi va ko'ngil ochishlari kerak bo'ladi. Bu oy to'liq moliyaviy qulashga duchor etishi xavfi mavjud. Yulduzlar uzoq vaqtdan beri ushbu burj vakillarining pul bilan bog'liq xatti-harakatlarini e'tiborsiz qoldirganligi haqida fikr yuriting. Ammo endi siz ushbu sarf xarajatlaringiz uchun uyga to'lishga majbur etilishingiz mumkin. Sizga martaba o'sishi va o'qish uchun mablag' sarflashingizga to'g'ri kelishi kutilmoqda. Axborot texnologiyalari va chet tillarini o'rganish uchun ko'proq vaqt ajrating. Bundan tashqari siz bolalarga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Ayniqsa maktabni bitirganlar endi ular kelajak kasbini tanlash oldida turishadi. Agar farzandlaringiz o'z hayotlarini ijodiy kasblarga bag'ishlamoqchi bo'lishsa, yulduzlar ularga to'sqinlik qilmasligingizni maslahat berishadi. Erkin o'g'otar burji vakillariga qiziqarli uchrashuvlar rejalashtirilgan.
Ehtimol sizning tanlagan insoningiz uzoq vaqt davomida taniqli insonlar orasida yashiringandir. Elektr jihozlari bilan ehtiyotkorlikda ishlashga harakat qiling va uy ishlarida ehtiyot bo'ling, chunki maishiy vositalar orqali jarohatlar yuzaga kelishi xavfi yuqori. Qulay kunlar 4-10, 14, 20, 24 va 28 iyun kunlari. Bir oz noqulay kunlar 1, 8, 12, 17, 22, 26 va 30 iyun kunlari bo'lishi kutilmoqda. Tog' echkisi burji vakillari iyun oyida tog' echkisi burji vakillari paydo bo'ladigan har qanday biznesga shubha bilan qarashlari kerak. Chunki sizga ko'pgina jozibali istiqbolli takliflar yuz ko'rsatadi, ammo bularning barchasi ham haqiqatdan shunday bo'lib chiqavermaydi. Bundan tashqari siz firibgarlarning qurboniga aylanishdan saqlanishingiz lozim. Yulduzlar ish izlovchilarga barcha bo'sh ish o'rinlari haqidagi sharhlarni diqqat bilan ko'rib chiqishni tavsiya etishmoqda. Natijada moliya bilan bog'liq muammolar paydo bo'ladi. Tog' echkisi burji vakillari o'zlarini pul bilan chegaralashni yoqtirmaydilar, ammo iyun oyida ular buni qilishlari kerak va hatto zarur darajada. Hech kimga qarzga pul bermang, chunki tez orada ular o'zingizga kerak bo'ladi. Ammo oilada hech qanday muammo kutilmayapti. Uy xo'jaliklarida hozirda muammolar bilan bezovtalanishga hojat yo'q. Yo'lda xavfsizligingizga e'tibor bering. Yo'l harakat qoidalariga rioya qilishni unutmang. Qulay kunlar 1, 6, 13, 17, 21, 25 va 29 iyun kunlari. Bir oz noqulay kunlar 4, 10, 15, 19, 23 va 27 iyun kunlari bo'lishi kutilmoqda. Qovg'a burji vakillari iyun oyida Qovg'a burji vakillari xavfsiz tarzda ta'tilga chiqishlari va mashaqqatli ishlardan keyin dam olishlari mumkin. So'nggi oylarda sizda bunday tinchlik va osoyishtalik soatlari kam bo'lgan bo'lsa ajab emas. Bundan foydalaning, chunki ular yulduzlar tomonidan avvalgi mehnatlaringiz uchun mukofot sifatida berilishi kutilmoqda. Fikrlaringizni tartibga solish uchun ham siz ta'til qilishingiz kerak. Aks holda tez orada ishingiz bilan bog'liq yana g'ala-g'ovur boshlanadi. Bu vaqtni oilangiz yoki yaqin do'stlaringiz bilan o'tkazing. Siz yolg'iz qolmasligingiz kerak. Aks holda juda bezovta qilguvchi fikrlar sizni ta'qib qilishi mumkin. Iyun oyida Qovg'a burji vakillari uchun yangi tanishuvlarga umuman vaqt bo'lmaydi. Bu sevgi nuqtai nazaridan yangi biznes sheriklar qidirishda ham kasb etishi ehtimoli mavjud. Uydagi muammolarni hal qilish uchun qo'shimcha pul topishingiz kerak bo'ladi. Kichkina ta'mirlash ishlarini amalga oshirish haqida o'ylab ko'ring. Aks holda santexnika tizimini o'zgartirish kerak bo'lib qolishi mumkin. Spirtli ichimliklar ichishdan saqlanishga harakat qiling. Bu sizni yurak-qon tomiri xastaliklarga yetaklashini yoddan chiqarmang. Qulay kunlar 5, 9, 14, 18, 24 va 28 iyun kunlari. Bir oz noqulay kunlar 3, 7, 11, 16, 21, 26 va 30 iyun kunlari bo'lishi kutilmoqda. Baliq burji vakillari bu davrda yulduzlar baliq burji vakillariga tez-tez muloqotda bo'lgan odamlarga diqqat bilan nazar solishni maslahat berishmoqda. Ehtimol ular orasida sizdan energiya oladigan va sizni salbiy his-tuyg'ular bilan to'ldiradigan kishilar bordir. Iyun oyida shoshilinch va tezkor loyihalar kutilmayapti. Ish muhiti tinch o'tadi, ishlar odatdagidek davom etadi. Hech narsa haqida qayg'urmasligingiz kerak. Agar siz may oyida dam olishga ulgurmagan bo'lsangiz, unda buning uchun iyun oyi sizga juda qo'l keladi. Yulduzlar tropik joylarga chiqmaslikni maslahat berishmoqda. Sokin sanatoriya yoki ichki kurortlarni tanlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Sizda yaxshi kayfiyat va quvnoqlik paydo bo'ladi. Ushbu shukuh yil oxirigacha davom etishi kutiladi. Agar siz oilali bo'lsangiz, unda farzand ko'rish haqida o'ylashingiz mumkin. Iyun oyi konsepsiya uchun juda yaxshi vaqt. Bunda iste'dodli va aqlli insonlar dunyoga keladi. Sog'liqni saqlash uchun siz vitaminlar yoki sedavitlar kursini o'tashingiz ham mumkin. Qulay kunlar 2, 8, 13, 17, 22, 26 va 30 iyun kunlari. Bir oz noqulay kunlar 4, 10, 15, 20, 24 va 28 iyun kunlari bo'lishi kutilmoqda.